Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugungi kechirimizga xush keldinglar. Hamda Nuruzinglar muborak bo'lsin. Rahmat. Tamam. Yani bizning bugungi kechiligimiz vatandan ayrılib chiqqan qarindoshlarimizning azobli yuraklariga, yana biriga mushunda aziz o'quvchilarimizga, avlodlarimiz uchun bir yangi bir to'kpa yoki bir ulgi bo'lay degan asosda bu kechilikni o'rnashtirdik. Bizning bu kechiligimizga nimalardan hammalarning qo'sh bo'lishini umid qilamiz hamda yaxshi ko'rishiga tilakdoshlik bildiraman. Rahmat. Hamda to'yimizda Abdullah Abdurrahim hakimimizning ijodlarini unutmadim degan narsani o'zim olmoqchiman. Rahmat. Silip ketken şu cilveler yüzlerini unutamadım. Bu hicranlı yüreğimge silip ketken şu cilveler yüzlerini unutamadım. Seni bağlar göremezdi. Tavşanlı saçlarını söylemezdi. Dolgunu ben ne kılarım bilemezdi. Gözü bayım boylurum bir unutamadı. Dolgunu ben ne kılarım bilemezdi. Gözü bayım boylurum bir unutamadı. Dolgunu ben ne kılarım bilemezdi. Gözü bayım boylurum bir unutamadı. Bizim kolgan yolları
Unda o signalimizni davomli qilyapsizligingizga rahmat.